Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Yaqinda mana bu video Instagramda 3 millionga yaqin ko'rishlarni yig'di. Vuy, mana buni qara, yorug'lik tezligi yer atrofini 7 marta 1 sekundda aylanish uchun yetarli ekan, bilganmisan? Vuy, oydan yergacha qanchada yetib boradi yorug'lik? 1 sekund atrofida yetib boradi. Tak, davom et. Yorug'lik quyoshdan yergacha 8 daqiqa 20 soniyada yetib boradi. Mana shuncha vaqt kerak. Mana nega demak yulduzlarni va sayyoralarni biz faqatgina o'tmishdagi ko'rinishini ko'ramiz deb aytishadi bizga. Ha, tasavvur qil, yorug'lik bu 300 ming km/soat tezlikda qimirlanadigan kuryer va u qaysidir jismni ko'rinish haqidagi ma'lumotni ko'zimizga yetkazib boradi. Va demak, quyoshni ko'rinish haqidagi ma'lumotni bizni ko'zimizga u 8 daqiqa 20 soniyada yetkazib boradi. Vuy, quyoshdan keyin qaysi yulduz bizga eng yaqin? Proxima Centauri. Undan yorug'lik bizga 4 yil va 2 oyda kelar ekan. Bu degani biz hozir uni faqatgina 4 yil oldingi ko'rinishini ko'ra olamiz teleskopda. Ya'ni uni o'tmishini. Endi odamzod ko'ra olgan eng uzoq yulduzni qidirgin. Earendel yulduzi. Yorug'lik undan yergacha 12.9 milliard yilda kelar ekan. Bu degani, agarda mana shu yulduz yo'q bo'lib ketsa, biz buni teleskopda faqatgina 12.9 milliard yil o'tib ko'ra olamiz deganimi? Video tagidagi eng qiziq savollardan biri quyidagi edi. Agarda biz yorug'lik tezligidan oshsak, o'tmishga qayta olamizmi? Qisqa javob qog'ozda ha, qayta olamiz. Nega ekanligini ushbu videoda juda sodda qilib tushuntirib beraman sizlarga va quyidagilarni ham bilib olasiz. Biz hammamiz yorug'lik tezligida harakatlanamizmi? Boshqa galaktikaga 1 daqiqada qanday yetib olish mumkin? Nega kosmik kemada 2 daqiqa o'tirib bersangiz, yerda 5 million yil o'tib ketgan bo'ladi? Nisbiylik nazariyasi biz ikkita har xil olamda yashashimizni qanday isbotlagan? Va eng asosiysi, yorug'lik tezligiga chiqish uchun nima qilish kerak? Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Ogohlantirib qo'yay, bu juda ham qo'pol tushuntirish bo'ladi. Miya osonroq qabul qilishi uchun ko'p narsani soddalashtirganman. Mana qarang endi, oddiy grafik chizamiz va nega yorug'lik tezligiga chiqsangiz, vaqt to'xtashini animatsiya bilan ko'rsatib beraman sizlarga. Tepaga qaragan chiziq vaqtni tezligini anglatadi. O'ngga qarab ketgan chiziq fazoda harakatlanish tezligini anglatadi. Endi qarang, borliq shunday tuzilganki, siz uni ichida albatta harakatda bo'lasiz. Boshqasining ilojisi yo'q. Odam bo'lsangiz ham, hayvon bo'lsangiz ham, tosh bo'lsangiz ham. Masalan, siz hech nima qilmasdan Texnoplovni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz ham, siz fazo bo'yicha qimirlamaysiz, ammo vaqt bo'yicha tepaga qimirlaysiz baribir. Chunki vaqt baribir o'tyapti-ku, to'g'rimi? Endi mana siz o'tiribsiz, 1 soat o'tdi. Siz shu 1 soatni faqat 30 daqiqasini yoki 40 daqiqasini yashab bera olmaysiz-ku, to'g'rimi? Siz mana shu 1 soatni 1 soatda yashab berasiz. Mana shu vaqt tezligi deyiladi va u yorug'lik tezligiga teng. Biz uni hozir c deb olamiz. Ammo agarda siz o'rningizdan turib, juda tez ucha oladigan kosmik kemaga o'tirib uchib ketsangiz, siz fazoda ham tezlanishni boshlaysiz. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga ma'lum tezlikda uchasiz. Va mana shunda grafikimizdagi 4-tezlik degan vektor qiyshayishni boshlaydi. U ana o'sha c ga teng va shuning uchun bu vektor cho'zilmaydi va kaltalashmaydi. Ahamiyat bering, sizni fazoda harakatlanishingiz tezligi oshishi bilan mana shu 4-tezlik pastga burilishni boshlaydi va vaqtni tezligi kamayib borishni boshlaydi. Oxir-oqibat siz kemangizda yorug'lik tezligigacha yetib borsangiz, qaranglar,
vaqt tezligi siz uchun 0 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni u siz uchun to'xtaydi. Tabriklayman. Siz uchun endi vaqt hech nima emas. Xohlasangiz Andromeda galaktikasigacha bir zumda yetib olishingiz mumkin. Chunki vaqt sizga sezilmaydi. Xuddi Toshkent amaliy fanlar universitetida o'qiyotgan paytingizda sizga vaqt sezilmagani kabi. Hozir yoshligimni ortga qaytarib, kelajak kasbini aniqlovchi testni o'tib, yo'limni oldinroq aniqlab olgan bo'lar edim. Sizlarga esa mazza, agarda bitiruvchi bo'lsangiz, testdan o'tib, kelajak yo'lingizni osonroq aniqlay olasiz. Aytgancha, ushbu universitetda har hafta o'qishdan tashqari amaliyotga ham yuborishadi. Bitirib bo'lib, tajribali mutaxassis bo'lib chiqa olasiz. Keyin ishga olinglar deb yalinib yurgan to'g'ri kelmaydi. Mazzami? Unda qo'shimcha ma'lumotni video ostida qoldirib ketganman. Xullas, vaqt siz uchun to'xtaydi, lekin bu faqatgina sizni ko'zingiz bilan, faqat sizga seziladi u to'xtagani. Chunki agarda kemangizni qaysidir kosmik teleskopdan boshqa odamlar kuzatsa, siz Andromeda galaktikasiga yorug'lik tezligi bilan faqatgina 2,5 million yilda yetib olganingizni ular ko'rgan bo'lishar edi. Lekin bu kuzatuvchini ko'zi bilan. Kosmik kemani ichida yuqorida aytganimdek, bu bir zumday tuyuladi. Nega unaqa? Keling mana grafikka qaytaylik. Teleskopga qarab o'tirgan odamlar hech qayerga katta tezliklarda uchib ketmayotgani uchun ularni vaqt tezligi oddiy tarzda o'qiyapti va ular vaqt chizig'i bo'ylab tepaga yurib ketishyapti. Va shu bilan birgalikda siz fazoda yorug'lik tezligi bilan harakat qilayotganingizni ular kuzatishyapti. Siz uchun esa vaqt tezligi 0 ga teng bo'lgani uchun start va finish siz uchun bir zumday tuyuladi. Mana shu nisbiylik nazariyasi deyiladi va kemadagi odam bilan yerdagi odamni u ikkita har xil olamga joylashtirib qo'yadi desak bo'ladi. Endi qarang, Andromeda galaktikasi bizdan 2,5 million yil uzoqlikda bo'lsa, demak unga yetib borib, qaytib kelish ham 2,5 million yilni tashkil qiladi, to'g'rimi? Siz kosmik kemangiz bilan yorug'lik tezligida yerga qaytgan paytingizda to'xtaysiz-ku, ana shu payt vaqt tezligi siz uchun yana normal holatga qaytadi. Ammo yerda 5 million yil o'tib bo'lgan bo'ladi. Chunki siz vaqtda qimirlamagan paytingizda butun sayyora oddiy vaqt tezligida qimirlashni davom etavergan-ku. Ular uchun sizni borib qaytib kelishingiz 5 million yilni tashkil qilgan. Siz uchun esa bu deyarli atigi 2 daqiqani tashkil qilgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, 5 million yil o'tib siz bilgan sayyora umuman boshqa, sivilizatsiyalar va hattoki hayot shakli ham o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Siz ko'rib kelgan narsalaringiz ajoyib bo'lishi mumkin. Lekin balki hech kimga qiziq ham bo'lmas. Va aynan mana shu holat kosmik sayohatlarning tragediyasi deb hisoblansa kerak. Biz kimnidir boshqa galaktikaga yuborsak, bizni chevaralarimiz ham u odamlarni kutib olganini ulgurishmaydi. Ya'ni kosmosga uchib ketgan odam qaytib kelsa, u uchun u kelajakka kelib qolgan bo'ladi. Demak, bilib oldikki, yorug'lik tezligi orqali kelajakka borib qolish mumkin. Orqagachi? Ortga ham qaytarsa bo'ladimi vaqtni? Fizik qonunlar bo'yicha yo'q. Lekin grafikimizga yana qarasak, mana bu yorug'lik tezligida harakatlanayotgan obyekt ushbu tezlikdan oshsa, 4-tezlik vektori pastga ketishni boshlab, vaqt tezligini chizig'i minusga ketishni boshlaydi. Ya'ni vaqt ortga qaytadi. Endi savol, bunday tezliklar borlig'imizda mavjudmi? Afsuski, yo'q. Yorug'lik tezligi bu bizga ma'lum bo'lgan eng katta tezlikdir. Shuning uchun bunday gipotezalar ilmiy fantastika deb hisoblanadi. Hattoki yorug'lik tezligini o'ziga ham faqatgina fotonlar chiqa oladi. Chunki ularning hech qanday og'irligi va massasi yo'q. Massasi bor jismlarni esa yorug'lik tezligigacha olib chiqish noiloj. Aks holda u ezilib, maydalanib ketishi mumkin. Masalan, Katta hadron kollayderida ham arzimagan kichik massasi bor protonlarni yorug'lik tezligini 99.999% gacha olib chiqa olishadi xolos. Katta hadron kollayder qanday ishlashi haqida aytgancha videomiz bor. Va qarang, mana shu kollayderni ishlashi uchun juda ham katta energiya sarflanadi. Massasi kattaroq biron bir jismni 100% yorug'lik tezligiga olib chiqish uchun butun koinotni energiyasi ham yetmaydi deyshadi olimlar. Lekin kim biladi? Ilm-fan hech bo'lmasa mana shu hozir men sizga aytib o'tirgan narsalarimgacha yetib borgan-ku. Balki 100 yildan so'ng bizni qandaydir
yana yangi kashfiyotlar kutmoqdadir. Ungacha esa kelinglar biz har bir soatimizni 1 soat tezligida yashab, ichidagi har bir sekundini qadrlashni esdan chiqarmaylik. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Ибо первое слово, важное слово в каждой судьбе. Ибо жизнь подарила. Всё да. Siz hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin, nega bu video bunaqa qisqa chiqdi deb. To'g'risini aytsam, men aynan mana shu faktni sizlarga alohida tushuntirib bermoqchi edim, alohida e'tibor qaratmoqchi edim. Chunki hayratlantiradigan va o'ylantirib qo'yadigan narsa. Shuning uchun agarda bu video sizlarga yoqqan bo'lsa va qandaydir yangi fikrlash jarayonlarini kengaytiradigan ma'lumot olgan bo'lsangiz, iltimos izohlarda yozib ketinglar va videoga like bosib qo'yinglar. Bo'lishib qo'yish ham esdan chiqmasin. Rahmat.